Assalamu alaikum. Hurmatli mijozlar, hurmatli tadbirkorlar. Navro'may Xalqaro filiallar boshqaruvchi o'rinbosari o'zimizga majbur bo'laman. Sizlar bilan navbatdagi uchrashuvni o'tkazamiz, xudo xohlasa. Uchrashuvni o'tkazishdan maqsad shu tadbirkorlarni narxi problema muammolar bo'lmasa qo'llangancha yordam berish, aholilarni ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish aholini. Bizlarning hozirgi kunda belirtilgan mahallalarda mahalla agentlarimiz bor. Muammolarimiz bo'lsa bemalol murojaat etishingiz mumkin. Mahalla vakillarimiz bor. Shu hududlarda aholi bilan birgalikda ishlayapti. Kredit mahsulotlarimiz bor. Mahalla loyihasi degan kreditlarimiz bor. Biznesga ko'mak degan kreditlarimiz bor. Yuridik tashkilotlar uchun 312-son qarori asosan 100 millionlik, 300 millionlik kreditlarimiz bor. Bemalol shu kreditlardan foydalanib tadbirkorliklarimizni rivojlantirishimiz mumkin. Kimni qanday bir taklifi bo'lsa yo muammosi bo'lsa bemalol murojaat etishingiz mumkin. Bizlar shu bo'limimiz bilan qo'llangancha yordam beramiz. Kimni muammo taklifi bo'lsa bemalol aytaveramiz. Men Ahmedova davlat yakka tadbirkor fotostudiya uchun 100 millionlik kredit kerak. 100 millionlik kredit kerak. Ama 100 millionlik kredit kerak. Fotostudiya nasib uchun. Fotostudiya tashkil edecek bilan. Fotostudiya tashkil edecek bo'lsangiz, yakka tadbirkor Ahmedova davlat 112-son qarori asosan kreditlarimiz bor. 100 million so'mgacha garovsiz 19% ajratamiz. Bu haqda bizning Ibrahim yozib olib qolib, kerakli hujjatlaringizni taqdim etasiz, bir muddatda chiqarib beramiz. Yaxshi. Kimni taklif bo'lsa bemalol aytaveramiz. Tamam. Men yakka tadbirkor Sharipova Ruxsora Hasan qizi chorva yo'nalishi bo'yicha kredit ajratishlaringizni so'rayman. Chorva yo'nalishi bo'yicha. Siz yakka tadbirkor. Chorvachilik million so'm olasiz. 100 million so'mni sizni aytavering. Men Shirin mahallasidan Sharipova Ruxsora chorva yo'nalishi bo'yicha kredit ajratishlaringizni so'rayman. Chorvachilik bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Faoliyat sizda o'zingizni band qilgan holda 50 milliongacha kreditlarimiz bor. O'zingizni band etgandan ma'lumotlarni olib kelib berasiz. 50 million so'mgacha 5 yil muddatda keling kalizlar bilan kredit ajratib beramiz. Plastik kartochka ochib, plastikga tushib beramiz. Kerakli o'zingizni bozordan chorva mollarini olib faoliyatni davom ettirishingiz mumkin. Kimni endi Ibroq Shirin mahallasi mahalla banki Ibroqlik kerakli hujjatlarni tez muddatda yetib berganda qisqa muddatda kreditimizni ajratishga yordam beramiz. Kimni Nasıl mümkün cebişler sarıçılık için önemli kredit alacak. Sarıçılık yo'nalishi bo'yicha aytganimizdek shu 50 millioncha kreditlarimiz bor. Plastik karta ochib, o'zingiz band etgan ma'lumotlarni yetkazib berasiz. Plastik karta ochganimizdan plastik kartamizni qo'shib beramiz. Bozordan kerakli chorva mollarini olib faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin. Biror yozib olasan, hujjatlarni Men Ilg'or mahallasidan Baltayev Jamoliddin shu chorva yo'nalishi bo'yicha 30 million kredit olacakmış, ona yardım berishingizni so'rayman. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha shu mahalla loyihasidagi kredit dasturimizdan 5 yil muddatda kreditlarimiz bor. Plastik kartamizni qo'shib beramiz. O'zingizni band etgan ma'lumotlarni olib berasiz. Plastik kartani qo'shib beramiz, sizlar bozordan kerakli chorva mollarini olib faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin. Biror yozib olasan, kimni takliflari bo'lsa, muammosi bo'lsa bemalol murojaat etaveramiz. Masalan, kimni hozircha boshqa takliflar, muammolar bo'ladigan bo'lsa, bugun uchrashuvimizga kelamiz. Kimda muammo yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu bizlarning mahallalarda mahalla agentlarimiz, tashqari mahalla vakillarimiz, bizda mahalla boy bo'limimiz bor. Bemalol kelib murojaat qilishlari mumkin. Siz e'tiboringizni uchun rahmat. Bugun uchrashuvga keldim.